Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'pchilik zo'p operatsiyadan keyin homilador bo'lamizmi yo'qmi deb juda ko'p savol berishadi. Mana hozir bemorimiz otamiz 23-yil operatsiya qilganmiz. Gapirib bering qani nima bo'lgandi? 23-yil operatsiya bo'ldim. Menga homilador bo'lam, bo'lmayman deyishdi. Menga Xudoga shukr homilador bo'ldim shu operatsiyadan keyin. Hozir o'zim ham homilaman, hammasi joyida bo'lib. Bolangiz necha yosh bo'ldi hozir? 8 oylik. 8 oylik mana. Uchun zo'p operatsiyadan keyin albatta homiladorlik bo'ladi. Bu homiladorlik bo'lmasa ekan degan gaplar noto'g'ri. Sababi hozir bu kuchdan tashqari 100 dan ortiq operatsiyadan keyingi bemorlarimiz bor. Shuning uchun qo'rqish kerak emas. Sog' bo'linglar. Homiladorlik vaqtimda ham ta'sir ko'zlarim umuman ta'sir bo'lmagan homiladorligimga ham buni. Hammasi sog'lig'imgina menga to'g'ri. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tuzalib yaxshi bo'lib keting. Xayr.